Magnitskiy qonuni bilan Uyg'urlarni qo'g'dash talabi. Amerika Davlat Majlisining Kengash palata a'zosi Michael Rubio bilan Avam palata a'zosi Christopher Simis Amerika Davlat ishlari ministri Tillersonga maktub yozgan. Maktubda Amerika hukumatining Magnitskiy yer shari kishilik huquq qonuni va Pranik Volif diniy erkinlik qonunini qattiq ijro qilishni, kishilik huquqqa xiloflik qilgan Xitoy amaldorlarining Amerikaga kirishiga, Amerika pul muomala sistemasidan foydalanishiga yo'l qo'ymaslikni talab qilgan. İlham To'xti 2017-yillik erkinlik mukofotiga erishgan. Baş organi Angliyaning London shahridagi Xalqaro liberallar birlashmasi tashkillagan yig'inda 2017-yillik erkinlik mukofotining Xitoy turmusidagi Uyg'ur ziyoli İlham To'xtiga berilganligi jakarlangan. Tianjindagi bir binoda o't ofati yuz berdi. Tianjin shahrining Xeshi rayonidagi bir egiz binoning 38-qavatida o't ofati yuz berib, 10 odam o'lgan. 5 odam yenik yaralanib, atrofdagi doktorxonalarda balnisga ilingan. O't ofatining kelib chiqish sababi aniqlanmagan. Xitoy Shimoliy Koreyaga yaqin joyda manevr o'tkazdi. Xitoy Mudofaa ministrligi bayonotchisi Wu Chen Beijingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning sharqiy shimolidagi Shimoliy Koreya chegarasiga yaqin Xorchin tog'liq rayonida o'tkazgan manevr to'g'risida to'xtalib, mazkur manevrning yillik normal o'rinlashtirish ekanligi, manevrning hech bir davlatga qaratmaligi yo'q ekanligini bildirgan. Janvada Suriya muzokaralari davomlashmoqda. Yig'inning dastlabki kunidagi muzokaralarga qatnashmagan Bashar Asad hokimiyati hay'ati ikkinchi kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining Suriya alohida vakili Stepan de Mistura bilan bir yerga jam bo'lgan ma'lumotlarga qaraganda, yig'inning asosli kun tartib moddasini o'tkinchi hukumat asosiy qonun loyihasining hozirlanishi va saylam tuzilmasi qatorliq masalalarga markazlashtirgan. Daesh bilan Talibanning to'qinishi avjiga chiqdi. Nangahar valilik mahkamasi bayonotchisi Ataullah Xogiyani nahiyasining vaziri bir qancha kundan buyon davomlashayotgan Taliban bilan Daesh to'qinishining minglarcha oilani bexatar joylarga ko'chishga majburlaganligini eskartgan. To'qinish sababidan 9000 oilaning uy makonlarini tashlab Chamtala rayoniga ketganligini, bularning jiddiy yordamga muhtoj ekanligini qayd qilgan.